Endi o'zbekistonlik haydovchilarga Yaponiyada oylik $2000 boshlab ish qarab turibdi degan xabar shu yaqin kunlarda O'zbekistonda juda ham ko'p tarqaldi. Bu 100% yolg'on deya olmayman, lekin haqiqatga ham biroz to'g'ri kelmaydi. Hozirgi zamonda marketing desak ham bo'ladi, odamni o'ziga jalb qilish, e'tibor tortish uchun katta miqdordagi gaplarni gapirib yuborish bu tabiiy bo'lib qoldi. U pul yo'q emas, u pul bor. Faqat yangi kelgan inson O'zbekistondan turib $2000 oyligimiz bor deb sirazi kreditga Malibuni uyga qo'yib kelish yo'q. U pul umuman imkonsiz degan yeri yo'q. Albatta undan ko'proq ham topsa bo'ladi, lekin yangi kelgan inson u pulni topib olishi juda ham qiyin. Chunki yangi kelgan insonda avval boshidan o'ziga yarasha qiyinchiliklari bo'ladi. Avval Yaponiya pravasini, haydovchilik guvohnomasini olish oson bo'lgan. Hozir chet ellik fuqarolar tomonidan Yaponiyada yo'l harakati qoidalari buzilgan, ko'p jinoyatlar qilinganligi sababli prava olish, Yaponiya pravasini olish sal qiyinroq qilib qo'yildi, lekin imkoni bor. Yo'q, umuman imkonsiz narsa emas. Albatta O'zbekistondan turib juda ham qattiq tayyorgarlik ko'rish kerak. Til bo'yicha, aynan o'sha yo'l qoidasi bo'yicha ham o'zining darsliklari bor. O'shani o'qib tugatib kelishlarini tavsiya qilamiz. Endi Amerikadagi trakchilar uni haftasiga topadi-ku pulni deydiganlar chiqyapti. O'zimga aytganlar ham bo'ldi. Kim endi Amerikada trak haydash uchun men $3000 pul beraman. Kim meni Amerikaga o'sha ishga joylab qo'ya oladi, o'sha yoqqa yuborib? Shunaqa inson bormi? Yo'q. Ancha-munchasi qo'ldan kelmaydi bu ish. G'az kelmas ekan, osonroq. Yaponiyaga kelish ancha oson. Unaqa ko'p talablari ham yo'q. Akalar, o'sha yuqorida aytgan sohamiz bo'yicha va boshqa sohalar bo'yicha ham o'zbekistonlik akamiz amaliy yordam berib kelyaptilar. Davlat tomonidan deyilgani ham balki sal arzonroq bo'lar, lekin ko'proq vaqt talab qiladi. Akamizni ham atmetga qilib qo'yaman. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Arzon, avvalo ishonchli akamiz amaliy yordam beradi. Viza bo'yicha, darslik bo'yicha, hammasi bo'yicha yordam beradi akamiz. Murojaat qilishlari mumkin bemalol.